Qerin yeyishga amroq, lekin qerinning g'ayri puruqini yo'qtib, qanday qilib o'xshagan qo'rim qilish bilanmiga urug' tuqqanliga. Oildalar nayt yeyishli qerin qo'rish o'rganimiz, qilish usuli nayt oddiy bo'lib, bir qatim ko'sin chuqum o'rganalaysiz, ham tugunish boshlanib ketdi. Ketadigan materiallar ko'k qizil lazni qalamchi to'g'raymiz. Oldin so'g'chilab tayyor qilib olgan shallazni bo'lsa, buni mushaqqa to'g'ri olamiz. Arqadan pokiz yigib tayyor qilib olgan qerinni qalamchi qilib to'g'rab, ustiga oz miqdorda oq moch, qo'shqa atrofida qunoq kraxmal to'kib, osti ustini to'liq aralashtirib olgandan keyin qozonga ko'proq may qo'yib zal qilib olamiz. Mening ishlatganim bo'lsa Al-Nurining nayt xushpuroq va sap bo'lgan tunji siqim 1-darajalik qichmeyi. May qiziganda qerini silib, qerin taxminan 90% nalat pishqicha suratdagidek men mushalatni to'xtamay aralashtirib zal qilib suzib olamiz. Araliq ko'rib misha kelsa, tuqqanlar qo'llash ustidan yurakdan birini bagaj qo'ysanlar rahmat. Qozonga nayt az miqdorda may qo'yib, zanjir, so'mpiyaz, samsaq 15 ta atrofida kavavichin va to'g'rab tayyor qilib olgan shallazni silib, birdan qovurib, bizlik purqun to'liq chiqarib olgandan keyin zal qilib olib olgan qerin va oil chanab tayyor qilib olgan lazjanni yarim qo'shib silib, o'tni chuqur qilib to'xtamay 5 sekund atrof to'xtamay aralashtirib qo'rib, arqadan ko'k qizil laza az miqdorda tuz, oqmoch va navad yaqto'saq az miqdorda vejin solamiz. Vejin yaqtirmaydiganlar ishlatmasanglar bo'ladi. Mana bu holatda 30 sekund atrof to'xtamay aralashtirib olgandan keyin muvofiq miqdorda achchiq suv quyib yetib, yana bir necha aralashtirib yetiblar taqsigilab iste'mol qilishni boshlasak bo'ldi. Amsa oxirida qo'llash nayt oddiy urug' tuqqanlar haqsiz yurakdan birini besab, piyonlar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, meni qaytib olsanglar, buningdan nodir mazmun kunduzinglar bo'ladi. Kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.